Aka hormang. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Aka nima bo'lyapti bu yerda hozir? Tandir qurilish jarayoni boshlandi. Hozir bu kafilni ustiga temir ris soldik. Temir ris ustidan bir qator g'isht terib chiqdik. Bir qator g'isht ustidan hozir mas'ul palaq qilib terib chiqdik. Ashuni ustiga tandir tushadigan bo'ladi. Usta kelib o'zi ustiga qurib ketaveradi. Xohlasa usta kelib ustiga qurib ketaveradi. Biz qana xohlasak, biz qana aytsak, ashuna qilib, chiroyli qilib qurib beradi. Bizning proyektimiz bo'yicha qurib beradi usta ham. Keyingi videolarda xudo xolasa noldan tandir qurilishi ipidan ignasigacha qancha rasxotigacha Inshaalloh ko'rsatib berasiz inshaalloh. ko'rsatib beramiz. Hammasini nechta ish ketgan, qaysi qana material, qancha ketganini polniy aytib beramiz keyingi. Bo'ldi akalar, qanaqa tandir qurish bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Tandir qurishni boshladik, xudo xolasa barcha ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz.